신정 şaqlaq. Bu qismda e'lon yo'q. Bu qismning ssenariysi yo'q. Balkim siz 9-qismninki vaqaligiga nihoyat qiziqqan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu qismda bizning haqiqiy hikoyamiz bor. Sizning bu hikoyalarimizni anglab ko'rishingizni umid qilamiz. Biz eng oldi bilan To'xtama to'xta filmidagi kichkina bu vaqalikni ko'rib boqaylik. Life is short as the falling snow, and I'm gonna miss you, I know. Sizningcha mush kichkina vaqalikning o'zini To'xtama to'xta filmining ichida barpo qilish uchun qanchalik odamningki tang kuch qilishi to'g'ri keladi? 2 4 5 Amaliyotda tuvandagida xizmatchi xodimlar tang kuch chiqardi. Rejissor, ssenarist, aktyor, operator, ovoz oluvchi, maydon xotirlovchi, sevuvchi, girimchi, maydon xizmatchisi, montaj, undan berguvchi, xat kirgizuvchi. Bu faqatla nazariya jihatdagi odam kuch sarfiyati. Amaliyotda bo'lsa, yana qanchalik jafo mushaqqatlar bor. Agar siz To'xtama to'xta filmini tushunmoqchi bo'lsangiz, siz eng boshda X-Groups bilan tanishib o'ting. Bizningki ko'rman do'stlar asosiyatdan Bizning ko'rman do'stlar asosiyatdan bizningki ko'rman Ya başlap oldu. bizningki ko'rman do'stlar bizningki film ishlash shirkatimizni nihoyat donliq, nihoyat bayoshat mushlar bir turmushni kechirdi deb o'ylaydi. Usti qilib ustiga. Shu nihoyat bayoshat deb o'ylaydi bizningki. Hey! Nihoyat bayoshat deb o'ylaydi. Ma'qul, amsa bizningki ishxonamizni ko'rib boqinglar. Ishxonamiz bo'lsa dal shu egiz bino qaranglar. Mana egiz binoga. Demak, bu bino biz bilan munosabatsiz. Bizningki ishlaydigan o'rnimiz bo'lsa, mana bu 3 qavatli binoni ko'rdinglarmi? Shu 3 qavatli binoninkida. O'rnimiz nihoyat shu deysizlar, shaharning markaz tarafga to'g'ri kelgan ishxonamiz bo'lsa, ey, ma ishxonamiz bo'lsa, mishada. Ma shu film, shu binoninkida biz mushtaraq bir yerda ishlaymiz. Shu-shuga Bizningki 2-qavatda, bizningki yomg'ir studiyasi ustida. Hozir kelsak, bizni Ababakr endi davomli uxlatibdi. Abaytim biz kelgancha uxlayotgan, qancha uxlatibdi. Tomarlıkta içim sürüp futbol joy yo'q, uyqu yo'q, ishlamsak bo'lmaydi. Uxlab yotadigan uyda yotqili bo'lmaydi. Alaqa Shuhrat Jo'da degansiz shumi? Men jo'da deb turamdi. Albatta hozir bizning bu xizmat besimimiz sal ig'ir bo'lgani bilan bizning bu xizmat tartibimiz intayin shunda tartibli ketib bordi. Har kuni vaqtida ishga tushib, vaqtida ishdan tushib, bizning dam olishlarimiz shunda joyida, hamda hammasi o'zimizning salomatligi uchun. Shunga mush yusunda bo'lsak, mush bo'lim putkicha Adash qara. Ma'ni bilan cho'qib kesilsak bo'lmaydi. Tanqis cho'qib bitirib bo'lmaydi. Bigan bir javob qo'ydi. Tanqqa cho'qib chiqsin, ha? Kapron. Hey xudo. Hemen 3 saat geç kaldı turma ha. Hazır geçme. 3 saat geçme. O'tkirma hozir gap chiqdi qara. Men tanqcha meni bitirib, atdiganda mana men film olgan olmoqchiman. Bir kun, uyga 2 kun, biz 2 kun ko'rish olmasak kechkisimiz javob chiqib qo'ydik. Hozir javob chiqib qo'ya. Xudo men 3 kunga cho'qim borma uyga. Mushaqning oxirida cho'qim borma. Mana shuna qachon? Adash men yangi plan tuzib qoldik. Kelar haftadan boshlab yangi 3 qism qaytildi ekan. Yangi mazmun qaytildi. Shu kelar haftadan boshlab men 3 kundan keyin yana 7 kunda film olgan bo'ldik. Kechkisimiz javob chiqib qo'ydik. Xudo mayning oxir cho'qim borma. 7 kishi cho'qim borma. Cho'qim borma. Ishonama, cho'qim borma. Asrama. Adash yangi gap chiqdi hozir. Men filmdan sir
Yana ma filmning alaylı kısımları ya başka önümleri var ama azrak şeyler nasıl çıkıp kaldı. İyi ki ma bırak bir çile işlete. Bırak ça. Azrak çabacak ha. Bu da jilahır hiç barma uyga, amına barma uyuyamaz. Ne var? Apamla uyu gitme. Sen cüzdanı böyle. Çeşir çıkındı. Ben de çarşıdan mı? Rus çarşıdan. Ben sana şu kadar amra işi... Filmnin alaylı ünümünü ana pen teknik şirketi. Pen teknika. Elan... Pen... Anar grupta eş. Anar elançak şirketi. Anar elançak şirketi. Şulaq burada. Anar sen değil. Alaylı ünümünü şulaq burada. Bizler kısımda alaylı ünümünü miyen işlep bağlan eken, onu kaçılap şuya sanırız aprip yerimiz adı şuya olmalı. Ne yapalım? Eliyar, Abdükerem, qatarlıq yoldaşlarına yine koyarıp. Kaçılap aprimiz aşağı. Uyan yumurta. Hazır biz Anar Petteknik alaylı ünüm şansı geldik. Muşhanda. Aşu. Evet, alaylı ünümünü müşlaq burada. Mişe şu. Biz hazır şu Ürümçi Anar Medeniyet Tarqitish çek şirketide bizningki To'xtama To'xta filmning ichidagi alayda unum qismlarini bu shirkat o'z ustiga olgan. Ya'ni siz ko'rgan balkim 4-chi qismning ichidagi shunda yerlarni mishlab bergan. Undan sirtdan bizningki shuna ayt yaxshi bo'lgan shunda bir hamkorlik munosabatimiz bor. Muhimi bular shu alayda unum qismlari nihoyat obdan ishlaydi. Uningdan muhim qismi bo'lsa hozirgacha bizdan pul olmadi. Keyin pul qana qilamiz. Kirib ko'rib. Bu asaslık grafik bilimden yazılım merkezi. Benim ismim Eliyar. Anar şirketindeki asas teknik xadimi. Anar şirketi asas 3 ölçemlik karton film, 3 ölçemlik televizya e'lon ishlash, anki alaylı ünüm işler bilan shug'ullandim. To'xtama To'xta filmniki asas alaylı ünüm qismlarini qatimiz endi hamkorlashib. Shu xo'shaqmas qilmayman, shu xo'shaqmayman necha vaqtdan beri aloqalashmagan bu bolalar bilan. Bugun uyuz kelyapti, telefon qilib. Ya biz davomli turda endi shunday uzun qiziqish bo'yicha unga pul deyishmaymizda qilishni o'ylashyapmiz. Tatolma meni? Tatolma? Kesip ayırıp elip şu ham bofan ha. Ho'chi, men ish qada qo'ytaman. Pul deyishmaymizda qilishni o'ylashyapmiz. Pul deyishmaymizda qilishni o'ylashyapmiz. Pul deyishmaymizda qilishni o'ylashyapmiz. Biz ama şu 4-chi qismdagi alaylı ünümni bizning ana şirketga Davudjon ishlatgan. Qani Davudjon, mushu bizning ünümninki sanga nisbatan xizmat besimi yamiz xizmat miqdori ig'ir bilindimi? Yo'q, ancha yaqin bilinmadi. Ancha ig'ir emasmi? Endi bu Anar To'xtama To'xta gruppasida bizga bunda ig'ir talablarni qo'ymaydi-ku. To'g'ri. Biz azaldan bular biyman ig'ir talab qo'ymaymiz. Üzülüp duracağım. Bir gapni qolay. O qismga sal kalama bilan kelib qoldi hozir. To'xtamaydi biz tatqanda yetib turibdi hozir. Hozir oddiy bir ish edi. Qo'landa kelib bakasam o. Mani tik tug'izib hozir. Ostidagi semut ya'ni mudiban qilib deb, keyindagi binoni Las Vegas qilsak, shunda boshqacha bir xil nima chiqdi. Anda kiyime qara. Kiyimi qorong'u. Qorong'lik kiyimni bakaq tudim. Ashuni bir rangarang qilib deydi. Lekin qarang bo'laversin, lekin rangarang bo'lsin, juma. Men tushundim. Rangarang qarang chiqsin. Qarang turaversin, lekin rangarang chiqsin. Asango 5 metr qilsan. 5 metr qilsan? Asango rangarang qarang juma. Cho'qim rangarang chiqsin, qarang chiqsin, ha. Asan ish. Bosh. Bikalik hurmatiga. Bu çatak yok. Bikalik ha? Bakın. Oldu. Ya makyaj şunu açmamız mı anne?
Bu filmde hem de ben hazır Esat rolunu algandan sırtı yani ssenariya, yazatmen, ssenarist gazepsi. En mühimi bizden bu film işligi yani Japan film işligi Dilyar bu ağınımız yaptı chatke okuş şirketi okuş sebebini şirketken keyin bu film işligi vazifesining bir qismini yani iqtisod qismining vazifasini üstüme ep qo'yatman. Bir yaxshi yeri bizning filmda bek ortiq tush talablar bo'lmaydi, bular mana cho'ng ig'ir talablar qo'ymaydi bu iqtisod jihati shu men talab qo'ysam men o'rnab turibman asosiyatdan buning berilgan iqtisodni vaqtida berib. Qara Mahmud. Ma vaqalikni ma baytan shu rejissyorlarni deyishdi. Tragediya go. Endi buningda biz shu bir Titanikka o'xshash menda bir mazmun qilib, yo'g'on bir kemidan birni shu paraxoddan birni ijaraga olsak, g'oyat go'zal bir manzar chiqadi mandan. Vaqalik maskildimi? Shunda peyz chiqadi. Paraxod lazımda? Paraxodda. Bakmi cho'ng emas. Endi shu Nima lazım? Nima lazım? ya kichikroq kiyim bo'lsin bu. Ya qo'lvoq bo'lsin, traktor. Ma'qul. O'zingiz Xulchida o'xshat uni. Asosiyatdan qanday talab bo'lsa qandirib berma. Qandirib berma. Bu iqtisodga ishlar cho'ng masala emas, Ha, iqtisodni naqsmaymiz. ondan balalarninki bir 3 taylik tonur kapiga solgan. Yaxshi o'yindim. Namoyish. Baqchini ishida shunday yaxshi o'yindim qara. Hamma o'yinchilarni o'yindim. Hozir programmani chiqardish. Ansam seni bilgan boshqamas qarab turdi dedi-ku. To'xtama-to'xta filmning ichidagi shu baliq ovoz qismini bizningki Yomg'ir studiyasi o'z ko'tarib olgan. Mana yaning ismi bo'lsa, nima deydi bu yana? Ovoz ilishiydi deydi-ku deyman. Ovoz ilishi. Ma'qul. Aniki mushu o'yin ichida bir necha qitim biz mushu keyin to'liqlaydigan ovozlar kelgan chaqda, masalan, mushu bizningki yandan bayan, ondan boshqa personajlarniki mushu ovozlarni biz mishada qaytadan olgan. Yani ko'rsanglar bo'ldi. Endi qimmatma. Men sana shu qadar amran ishing. Chiqib gapirsa unda. Ashtabiy. Men sana shu qadar amran ishingin bu so'zim. Ey. Siz boshqa alohida bir ko'ngil bilib, undan keyin shu ovozga nisbatan chiqqan kuchlaringizni aytib zo'r, hamda shu ovoz qismiga nisbatan o'zingiz qanchalik numr bera olasiz? Ovoz qismiga hamda bizning boshqa asarlarimiz bor naq maydonda ovoz qilib qilgan. Shular qilishtirgan 30 numr bersak bo'ladimi? Chunki hamda ba'zida operatning ovozlarini ishlatib qoldik filmning orasida. Ko'rinishga ilinmay qolgan yerlarniki. Hamda amalning barcha masalan muhit ovoz deymiz, uni qo'sh filmning ichidan kesib yurib ishlatib to'liq qildik. Balkim ikkinchi bo'limdan boshlab texnik yaxshilab ketadi uning mashina. Chunki o'zim başta turib bir qarab beqish niyatiga kelyapman, cho'ma ovozlangan degan qizi. Zaten nereden chiqyapti bu savallik degan. Amsa bundan keyin kim shu 2-3 bo'limga kelganchada bani tixmi e'tibor qilay deb o'ylashmoqdamizmi? Yo'q. Azaraq qiladigan ishlar yo'qmi? Azaraq qilish imkoniyati yo'qmi qat'iy? Faqat yo'q. Hamda ben rejissor bilan parangiz beqishni o'ylashyapti va agar shu Sodiqning obrazini boshqa bir odamga almashtirsanlar, ben haqsiz qilib turishni o'ylashyapman. Men shu to'xtama-to'xta gruppasidagi shu ishi eng cho'ng a'zo. Shunlashqa shu boshqa a'zolarmi meni nihoyatda hurmat qildi, nihoyatda shu fikrimga qo'shildi, idroq qildi meni. Qanday ketdi? Mushu to'xta bilan hozir Tumarsning liniyasida bir chataq bor. Mushunga qaldimiz ketayotgan bir kun bo'ldi faqat ishim chiqmadi hozir. Aqlanma. Ya asango o'tirsak 3-shaxsdan birini qotimiz. Maga bo'ldi. O'ylaqasiz, necha kun o'ylab bo'lmabdi. Hey balla. O. Ikkisi o'tirsa 3-shaxsdan qasaqchi. Hey! Naqmushu. Ey, isoni bor darrov yeysiz. Yaxshi. Hamda to'g'ri bo'ldi. 3-shaxsdan buni qidirmasak, bu ikkisini orasiga. Mana hozir degan. Hozir men degan gapim. Men dedim hozir. Bunday qilma. Endi men to'xta bilan lola. Men rastilmaganni qildim hozir. Hozir to'xta bilan lolaning shirkib qoldi hozir. Mushuni orasiga bir nima qilmoqsa qila. Ikki qizolni qatsak, to'xta bir vaqtda 3 qizolga yo'liqsa, Ey adash, mushuningga biz ikki qizlarni qatsak, to'xta bir vaqtda 3 qizlarni uchrab qolsa-chu. Ey! Satkallarmish adash. Mana bakkalab qatqanmish lolaga to'xta. Men mushuni izolay. Darrov. Ey vallahi kalsa. magatma hozir qilgan.
Hazır kıldım. Bullama gel tu bana de tu bana de tu. Ha. Başqa zalar mı? Başqa zalar mı? Haydi hürmet qil. Fikrim qarşı. To'xtama to'xtay filmiga qanda shu tilaydigan umidlaringiz bor? To'xtama to'xtay filmidan kutgan qanda orzularingiz bor, umidlaringiz? To'xtama to'xtay filmidagi qaysi obrazlardan bek yaxshi ko'rasiz? To'xtama to'xtay qandaroq chiqyapti? Ma'qul, rahmat. Ziyorat tegdi. To'xtama to'xtayning hikoyasiga men texmo zo'r bir umid bog'layman. U cho'qim texmo ko'p qiziqarliq emas. U qiziqarliq uchun yaratilgan hikoya emas-da. O'zininki o'ziga xos bir hikoyasi bor. Mush hikoyasiningki bara-bara mushta ham cho'nqurligi, anadiki ham shu ideya jihatdan yangilik yaratishni bek xohlayman. Shuningga muzika tanlagandimi, masalan, odatda jazni, anadiki soul, R&B naqshlarni jiqroq tanlayman. Chunki biz bu shu zamonaviy, shu shahardagi, shu yosh bolalarniki hikoyasi bo'lgan ekan, muzikam cho'qim uniki cho'qim yangi bo'lishi kerak mencha. Kona muzikalarni hamda mencha amal bor ishlatmadik. Ko'pchilik yaxshimisizlar, men Abdullajon Ayub, sizlar bilan To'xtama to'xtay film orqali biz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Shu filmni ishlayotgan mening do'stlarim, og'aylarim bizning shu Gumon va Armon nomli naqshimizni yaxshi ko'rib, filmning bosh muzikasi, ya'ni bosh naqsh qilib ishlatganligidan intayin xursandman. Oldi bilan naqshimiz do'stlarimga, shundaqla barliq tomoshabin do'stlarga azganligidan nihoyatda xush bo'ldim. O'z vaqtida filmni ishlashdan burun shu bizning shu naqshimizni loyiq ko'rib, degan vaqtida biz bularni ehtiyojiga asosan bu naqshni bir qator tahrir qildik. Keyin film chiqqandan keyin naqshning bu film bilan nihoyatda jipsilashganligini, nazmonlarining nihoyat yaxshi birikkanligini ko'rib bizning bir odiqimiz chiqib qoldi. Nurg'un unutib ketgan bu naqshimizni burun anglab, keyin olmagan yoki ba'zi bir olmagan tomoshabinlarimiz bu naqshni olgandan keyin texim yaxshi ko'ribdi. Shu sababdan men nihoyat xush bo'ldim. Ben shu To'xtama to'xtay guruhidagi barcha do'stlarimiz bilan yaxshi o'taman. Yaxshi og'aylarimiz, kasbdoshlarimiz ham shular hamda shu programmani tortish, filmni tortish jarayonida men bir izlab kelib, shu o'xshaysan gulga nomli naqshninki shu hikoya to'g'ri keldig'ini bir aytib hamkorlashishni aytgan vaqtda shu naqsh to'g'risida bir hamkorlashib, ssenariyni ko'rib, shu rolning menga tushdig'ini endi shaxsan men o'zim rol olib hozirgacha. O'zimning embilardan sirt. Mening tunji qitim o'zimga raqobat e'lon qilishim. Men tirishib turib oldim, lekin Dovyarning chechuvimisi nurg'un qitim meni vaqtlar ketdi. Shaxsan haqiqatan shu naqsh yozib birdigan yoki shu ssenariy to'g'risida bir film, ssenariy to'g'risida bir hikoyani o'zimiz chiqarib yozdigan olat kelib qolsaqmi, biz shu muzikant do'stlar, yaxshi naqshchi do'stlarimiz hammamiz tayyor deb o'ylayman. Albatta bekorlik. Anladinglarmi? Bekorlik. Men o'zim aktyorlik kasbida o'qigan. Hamda kasbiy aktyor. Bu filmda hamda bir yangi obraz yaratdim hamda yana davomli tirishyapman, texmi tirishma. Men garchi hamda kasbiy aktyorlikda o'qigan bir aktyor bo'lsam-mu, lekin meni ko'rmaydiganlar yana lajiq. Shu ko'rmaydiganlar xili bor meni. Yasin, ma Abubekning nimasi, ssenariysi, Abubekning ko'rib qolsang, gap qo'y, mana berib qo'y. Ya ma'lum desang bo'ldi-ku? Ko'mdim, ataya qishgan kamda u. Mana? Ko'rsang chiqib deb qo'y. Ko'mdim deydi ya ma'vu. Gap qo'y. Ey! Hemen yinondu kömdüm deydi. Ya ma'lum desang bo'ldi-ku buni? Man qara. O'tkir ishxon jim paydo qildimmi? Men bir ovoz oldi-ku. Men dedim-ku, meni ko'renmeydi deb. Ko'renmeydi bular. Ben bekara korum memleki. Yasin akam. En uğruy doyen. Şırzat bize uğruluk doyen. Yasin akashmikin deyme. O'tkir. Yeni degan narsa elevitda deydamazmi? O'tkir.
Ya o ben degandek kasb jihatda emas, turmush jihatda o'rin bu. Yemish emas, shu o'rinlar shu. O'rin bu boshqa o'rin. Guruh bo'yicha eng o'rnadan degan chog'da Dilyar. Shu filmninki GPR'ni deymizmi? Shu filmni boshlab qo'yib, sirtqa o'qishga chiqdi. Bak mas'uliyatsiz nachar nima ekan o'rin. Şöhret Sherzod. Yosin Obabekri. Men. Ssenarist Mahmud Muhidin. Men. Sherzod. Sodiq rolda Yasin deb bir bola bor. Dunyo Vichpay. Chpay Wang degan shu bola. Men. Bizning film ishlayotgan Jupiterning. Albatta bir film ishlash gruppasida butun iqtisodni film ishlig'icha tutadi emasmi? Bizning film ishlig'ichimiz Dilyar apandim yapon o'qishga ketdi. Yapon o'qishga ketgandan keyin hamda vaqtliq bu vazifani men o'rnida turib qilib beraman hisobda. Ig'ir kelgan bir masala nima yamsa, eng chong davolg'ich nima desa, iqtisod. Faqat iqtisod. Iqtisod bizga eng chong to'sal bo'layotgan bir ish. Mahmud akamning. Asad Mahmud bilan O'tkir. Mahmud kam bilan O'tkir kam. Mahmud Muhidin Kashtan. Mahmud. Yomg'ir Stosidagi Asad. Turg'un. Mahmud bilaman. Mahmudning mas'uliyatchanligi kuchliroq. Har bir nuqtalarga, inchki nuqtalarga bak astoydillik bilan muomala qiladi. Biz bek umidimiz. Bu kinoni ko'rgandan ashaliq juzoni ichida tursa bir xil ko'ngillik xo'shal ashta. Top tigi ilqi rasmiy bir ifodam, chiroy ifodam yaxshi chiqmagankin u nim qilyapti. U mendik savallik. Men shu aktyor bo'lib yaxshi o'rin deyolmaganlik savallik. Ikkinchidan nima deyapti men topdim. Bek qo'qayma. O tarafda top o'ynayapsiz, miyada turib cho'chib ketaman topning sayisdimi-chu. Shuning bilan shuningdan keyin topdan ancha qo'rqmaydigan bo'ldim. Garchi chiqdim ortiq yegan bo'lsam-mu. Shu planlash boshqachida Mahmud atayin shu Korli diyoriga kelib, men bilan ko'rishib, mushtaq bir To'xtama to'xtay filmi to'g'risida dastlabda Boyvachining obraziga o'ylashgan, keyin shu to'xta obrazini yaratishni bekitdik deganda men bak qo'shib ketdim. Men o'yladimda, endi men yiroqda bir kelib, yana bir kelib, men berib kelishim, endi u yerda film ishlash jarayonidagi barliq iqtisodiy chiqimlarni guruhiga bir ortiqdan ortiq chiqib qoldi deb o'ylayman. Hozirmi ham shundaqmikin deb o'yladim. Shunchalar hozir yetishayotgan nurg'unlarga yosh artistlar bor. Endi Urumchida nurg'unlagan yaxshi artistlar bor. Shunchalar artistlar orasida Mahmudning meni bekitib, meni tanlaganiga men qo'shildim. Menga shunchalik ishonch qilib, meni mush to'xta obrazini cho'qim yaxshi yarata oladi deb ishonch qilganiga men qo'shildim. Biz o'zimiz yaxshi ko'rgan ishni deb mishaga jilgan. Amaliyotda hammamizningki, to'rtlimizningki, ayrim o'zimizningki kasb yo'llari bordi, kirim manbalari bordi. Shuning hammasidan biz voz kechib deb mishaga keldik. Endi film deganda cho'qim nuqson bo'ladi. Endi dunyodagi eng dangliq shu rejissyorlar, aktyorlar birlashib ishlagan mushtaq film bo'lsa-mu, eng yaxshi ssenariy bo'lgan bo'lsa-mu, yana uningdan nuqson topa oladigan odam cho'qim topa oladi. Bunisi aniq. Bizning filmda o'xshash biz tirishayotgan taraqqiyot yo'lidagi bolalar bo'lganki cho'qim nuqson bo'ldi. Buni to'g'ri taklif fikr bersa qabul qilamiz, lekin endi hech bo'lmaganda bizningki mushunchilik, o'zimizningki mush orzu uchun nurg'un narsalardan voz kechdik. Shaxsan mening beshimga nurg'un ishlar kelgan, nurg'un ishlar kelyapti. Mush jarayonda yana nurg'un jafolarga bardoshlik berib, hayajonlanib qoldim. Demek endi bir
hech bo'lmaganda biz mush jarayonda bir hurmat bo'lsa bizningki shu tirishchiligimizni shu ham jafolarimizni hamda hammasini ham ko'rmanlarga bizningki bunaqa jafolarimiz bor deyishni o'rni yo'q. Men bir aktyor turib men yig'lab soldim. Demak ham buni biz hamda tomoshabinlarga hammasini birdan bir tushuntirishdan keyin hech qanday hamda bir o'rni yo'qda, hamda chunki biz bir jafo tortyapmiz, biz onda bu kurash qildik, biz onundan voz kechdik, ma gaplarni qilish orqali biz ularningki esdashlikka erishsak, u to'g'ri bo'lmaydi-ku, bu kasbchilik bo'lmaydi. Lekin ham shunday bo'lsa ham, men ta'kidlaydiganim, ya'ni gapni qaytarib kelsam, biz shunday jiq narsalardan voz kechdik. Şu an mushu orzuyimiz uchun, kasbimiz uchun mush yo'lda menyapmiz. Mushuni bo'lsa-mu, oldi bilan hurmatlasa. X gruppasininki Nurg'adamdan so'raydi, X gruppasi nima deb X gruppasi deb so'zlaydi deb. Chunki bu 4 qirliq bir arab, bu 4 qirning o'zi biz 4 og'ayniga vakillik qildi. O'tkir, Abubakri, Mahmud, men 4imiz. Bizning bir ekanligimiz asos emas. Men Abubakri orqali bu guruhga kirgan. Biz o'zimizning o'rtaq orzuyimiz bo'lganligi uchun birga keldik. Aslida biz bu ishlarni qilmasak, o'zimizningki eng dastlabki xizmatlar bilan shug'ullangan bo'lsak, bundan hozirgidek sal qiyinchilik bor demiydi. Ba'zi vaqtlarda uy ketamaydigan ishlar qoldi, ba'zi vaqtlarda tomoq vaqti yemaydigan ish qoldi. Hatto dastlabda biz filmni boshlangan chog'da Babatay başlapadı maaşlı anağını. Bize de tamak yedim, kısmı yok aşna bir aram geldi. Film işe maksat olsa, özümüzün hoşalıkını taxlalardan baxtlan bulur. Şu başka biz qat'iy yaltı baxmdoq özümüzün çapalaq işlerimizni yepib turdik. Men hozir bir odamga berib, ekran qarab turib, "Ma ish to'g'ri, ma ish xato, meningcha qimmat, ma ishni qimmat qilish xato, biz bunda qilaylik" desam, hech kim olmasligi mumkin. Agar bu narsa video tasam, shu buning birdan-bir vositami? Nurg'unlagan yaxshisini yaxshi ko'rgan odamlarni to'plash, to'xtamada filmni shunga barliq kelgan. Filmni chiq odam yaxshi ko'rgandan keyin, chiq odam to'plashgandan keyin, aylanki filmning ichida mundaq ish xatoti, bunda illatni tashlasak, bunda ish to'g'ri. Shuncha qarab qo'llasak degan narsa qilganda, ani haq anglaydi. Meni eng bosh to'xtamada filmni planlab, shu ishni o'tirib qo'yib, bolalarga deyishga vaqtga qolib kelgan narsa. Maqsad bundan shu albatta. Unda biz pek jafoda tortyapmiz. Ko'nglim bitgan. Japoni biz muxodikilar ustiga ochqmaymiz uchun bunda jafoda tortib, bunda chiqarib qo'yib, har qismga chiqarib qo'yib bo'lmaydi. Mush qismda sizlarga asl ko'rsatib qo'yatimiz endi. Shu bu qismni ko'rgandan keyin bizning japorimizni asl ko'rgan bo'lsanglar, texmi apojan bo'lib tursanglar, biz tirishayotimiz, biz davomli olg'a ilgarilayotimiz, biz tex bir big' oltida. Biz cho'ng bir daraxt bo'lib o'sish uchun biz sizlarning shu yomg'ir tomchilariga muhtoj. Sizlar bir jiq yomg'ir bo'lib yoqqanda, biz sizlardan o'zi qilib texim cho'ng bir daraxt bo'lib chiqishimiz mumkin. Shunga sizlarning yordaminglar, sizlarning qo'llab-quvvatlashinglar bizga eng cho'ng oziq. Apojan bo'linglar, rahmat sizlarga. To'xtama, to'xti. 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 Preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. You can be a champion. You can be the best.
Növətdə ziyarətdə bulduğunu Toxtama Toxti filmindeki ən çox qolğucusu Şəmşinur ədimiz. Yaxşımısınız? Yaxşımısınız? Toxtama Toxti filmindeki şu ən çox qolğucusu şu siz bolsiz. Andan şu Toxtama Toxti filmindeki başlanması aldıda şu siz qo'llashni yetib keldingiz. Ham izchil qo'llab kelyapsiz. Ham nima sababdan endi bu filmni qo'llash maqsadiga kelib qoldingiz? Shu so'zlab bergan bo'lsangiz. Asaslık sebep bu aldı bilen yaşlardan terkip tapkan her sahaya, her kesipneki, muş kesip ehli ve başka kesiplerden valla ortak kılgan bir program ekende. Ama bununki yaşlarınki muşu kızgınlığa, iyilik tikleş ruhiga bir yaxşı nima deymiz hamda oshqishliqdagi rol bir qizg'inligiga hamda texmo yaxshi madad berish uchun bu programmani qo'lladim. Hamda jamiyatimiz hozir nurg'un oliy maktablarni bitirib kelgan bolalarning ichidan ota-onasiga, jamiyatga besim olib keladigan, o'zining xizmatini o'zi deb qilolmaydigan yoshlarimizni jiq bularga nisbatan sizlarniki mushu qizg'inliginglar, mushu irodanglar, mushu jasoratinglar meni ta'sirlantirdi. Shuning uchun sizlarga yaxshi filmlarni ishlab jamiyatga aktiv energiya taqatsanglar, sizlar orqali nurg'un yoshlar o'ziniki mayli qaysi kasbdan bo'lsin o'zinikimi tirishsalar, iroda bo'lsalar, shu iroda yo'lida tirishsalar, yaxshi natijaga erisha oladiganligiga nisbatan bir haqiqatni sizlar orqali his qilib nurg'un jamiyat yoshlariga aktiv energiya tarqatish bilan birga shu insonlarga badiiy zo'q, ro'yi uzuq olib keladigan yaxshi programmalarni ishlab chiqarib, xalqqa foyda yetkazish.